Bugun remontda videoregistrator Lenovo. Ya'ni buni defekti mana ko'rinib turgan bo'lsa, ikkita yezi cho'gi chiqib qolgan. Va o'zi ham holati ozgina xafaroq. Hozir fokus bo'lsa, o'zi qimirlab turibdi. Endi razbor qilib ichini ko'rish kerak buni. Razbor qilamiz. Buni boltlari yo'q. Buni faqat o'sha chetidan ochib ko'rish kerak. Hozir buni vahshiylarcha ochib ko'ramiz. Bu boltsiz o'zini zashovkalari bor. Zashovkalaridan ochamiz. Shunda ketdi. Yog'ni anaqa mediator bilan ochsa ham bo'ladi. Plombasi ketdi. Faqat chetdan olib borsa, bir chekkadan ochiladi. Xo'sh, razbor bo'ldi. Ichida nima borligini ko'ramiz. Ekranning o'zi, monitorning o'zi, ikkita shlayf kelgan. Ekranning o'ziga qalini va yuqasi sensoriga. Ya'ni bu sensorli. Ichini ko'radigan bo'lsak, bizda batareya bor. Ya'ni buni tok kichkina. Ya'ni bu siz registratorni kalitni buraganda, o'chirganda sразу o'chib qolmasligi uchun to'satdan. Shuning uchun qilingan. Dinamiga orqasida shlayf konnektorlari, fleshka, pamyat, asosiy pamyat mikrosxema va fleshkani o'qiydigan mikrosxema va asosiy protsessor va bu fleshkani protsessori va bu pitanalari, mana pitaniya keladi blok bo'yicha va mikrofon va o'chirib yoqadigan knopka. Va kameraga ketgan shlayf bor. Bitta kamera bor. U yuradi. Biz platani bo'shatib, radiomni almashtiramiz. Shlayflarni bo'shatamiz. Bizga xalat qiladi. Va kameraniki. Qolgan simlari hozircha turibdi. Xo'sh, simlarni yechmaslikka harakat qildim. Hattoki qilmayman. Hozir radiomni o'zini yechib olishga harakat qilaman. Termovozdушный fenimiz 370 gradus. Yechishga harakat qilamiz. Ovoz chiqib ketdi, ya'ni registrator yongandek bo'ldi. Lekin ekrani yo'q. Xo'sh. Ovamiz erigandek bo'ldi va radiomni yechib olamiz. Radiom yechildi. Mana radiom. Bu oldin Motorola telefonlarida bo'lardi. Mana radiom. Ya'ni USB. Holati javonaqa zo'r deb aytolmayman. Lekin holati ham javonaqa yomon emas. Shuni ham o'zgartirib ko'ramiz. Hozir men donor qidirib ko'raman. Donor bo'lsa shundan yechib bunga qo'yamiz. Donor topdim.
Endi bu xuddi shunaqa emas, lekin razmerlari shunaqa. Bu yog'ini ozgina keltirib yuboramiz, o'xshatib yuboramiz, chunki unaqa razyom biriga bir o'xshash razyom yo'q. Bu razyom mana cho'kkan, o'rtada yo'q. Bunisi poверхностный, ya'ni tepada turibdi. Hozir buni atpeka qilib olamiz, ko'ramiz. Plyusdan qo'shamiz. Elimizda temperatura 370 gradus. Tegidan ham qizdirsa bo'lardi. Tepadan qizdirib ko'ramiz. Ya'ni ko'p ushlavorsa ham bo'lmaydi, ya'ni plastikga erib ketishi mumkin. Hal bo'lmadi. Ozgina qimildadi. Bo'ldi, tayyor. Razyomimiz yechildi. Razyom. Ko'ryaptimi? Mana ustiga qo'yib qo'yaman, ko'rinishi uchun. Hozir buni yechib chekka olib qo'yamiz. Bularda dondirlar orasiga ketadi. Xo'sh. Ozgina issiq ekan. O'xshashi lekin birga bir. Lekin degan joyi bor. Mana oyoqlarini ko'rib tursanglar, mana bittasi o'rtada, bittasi pastda. Buniki mana pastroq, teparoq. Endi buni qandaydir joyiga joylashtirishimiz kerak. Sig'ishi ham orada qiyin. Bu masalani ham hozir ko'rib chiqaman. Bo'lmasam boshqa razyom qidirib ko'ramiz. Xo'sh, buni ochdim. Donor topolmadim. O'zinikini ochdim-da, ichida mayda tillari bor. O'shani endi butunlari, ya'ni bu faqat bizga blok pitaniyadan keladi, quvvatlab berib turadi. Mana o'rtadagi ikkitasi butun ekan, o'sha ikkitani ikkita chekkaga o'tkazib qo'yamiz. Xo'sh, mana chiqarib ko'rdim. Mana ichidagilari mana. Shu oyoqchalari mana chiqyapti. Shularni endi amallab men bundan olaman-da, olib bunga joylashtirishga harakat qilaman. Xo'sh. Mana bittasini joylashtirdim, mana bitta yaltirab turibdi. Hozir ikkinchisini harakat qilib ko'raman. Juda ham mayda lekin bor. Joylandi. Lekin vысотasi kam. Ozgina buklash kerak. Buni ham joylashtirishga harakat qilaman. O'xshaganday bo'ldi.
Xo'sh, keyingisi. Joylashuv yaxshi. Keyingi sheriyalarni ham maslahat qilishga harakat qilaman. Hammasini joylashtirib bo'ldim. Yaxshi chiqdi. Bu kamera bera olmayapti. O'zinikini to'g'irladim. Endi buni joyiga qo'yish kerak. Joyiga qaytib to'g'irlab va paykasini to'g'irlash kerak joyiga. Ayarlaydi yordam berib olamiz. Bor. Buni yordam berish deganda ozgina olvani eritib olish kerak. O'shanda temperaturaga tayyor bo'lib turadi erishiga. Payarlida ham o'tirg'izib olsa bo'ladi. Mana joyiga payarlida qildirib joylandi joyiga. Endi buni ayarlaydi va 1 millimetrlik 0.8 millimetrlik ovada bunaqa g'altaga hayka qilamiz. Ya'ni mustahkam bo'lishi uchun. Ideal holatga keldi. Joyiga joylashtirdim, payka qilib, endi yig'ib mashinaga olib borib tekshirib ko'ramiz. Chunki bu yerda 12 volt. Manda bu yerda 12 volt bor, faqat 100 biyim. Faqat 100 biyim. 100 biyimda faqat 5 volt bor. Shuni hisobiga hozir buni yig'ib mashinaga borib ko'ramiz. Qo'shuladim. Endi buni yoqib ko'ramiz. Ishladi. Bor. Ishladi. Ajoyib. Hammaga rahmat, obuna bo'lamiz. Like bosamiz.